Assalomu alaykum, hurmatli biznes obzor kuzatuvchilari. Stol-stullarning narxi arzon bo'lganda olaman deb kutib poylab turgan akalarimiz, sizlar kutgan kunlar ham keldi mana. 550 ming so'mdan boshida narxini aytib o'taman. Mana shu stol-stulni xarid qilishingiz mumkin. Agar eslaringda bo'lsa, oldinlari xuddi shuni qizil fasollisi bo'lardi. Faqatgina jicha puli bor, o'ziga to'q insonlarning uyida bo'lardi, hamma havas qilardi. Mana hozirgi kunda 550 ming so'mdan bo'lib ketibdi. Ya'ni bu joydagi stol-stullarimizni hammasi ham bir-biridan arzon, xohlasangiz kachela, xohlasangiz stul, ratan, siz istagan turdagisi bor ekan. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamiteringa yetib kelganmiz. Biz sizlarga videoni oxirigacha ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. Dastavkalari bilan gapirib beramiz. Bo'lmasam biz boshladik. Ustaga assalomu alaykum. Boshlagan ishlaringizni Alloh xayrli qilsin aka. Nihoyatda arzon qo'yib yubordim dedingiz. Mana bu haqiqatdan 550 ming so'm ekan. Endi qolganlarini narxi bilan sekin yoritib ketaveramiz aka. Bo'ldi. Shu yerdan boshlaymiz. Mana shundan bir boshdan. Hop, bunimiz 6 talik beko fason. Rangi korishnovoy. Xon taxtasi 80 ga 140 bo'ladi. 90 ga 140 bo'ladi. Ikki xil razmerimiz bor. Joylariga qarab zakaz berishaveradi. Narxi 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Dastlabkamiz Vodiy Toshkentgacha. Dastlabkasi Vodiy Toshkentgacha shu narxda. Ha, shu narx ichida. Xohlasangiz korishnovoy, xohlasangiz mokriy, xohlasangiz serisi bor ekan. Bu joyimizda mana xohlagan rasvetkangizdan tanlab olishingiz mumkin. Rangi narxiga ta'sir qilmas ekan mana. Buni o'sha maktab bolalari to'qimagan ko'rishingiz mumkin. Eng sifatli, chiroyli to'qilganlarni, hatto mana bu joyga ham bitta ahamiyat beringlar. O'sha o'zini jozibasini berib turibdi. Aka, bu ratan seriyoni ko'pchilik tushunmayapti. Bu chidamliligi qanaqa degan savollar. Endi biz bilamiz, siz o'zi aytavering. Chidamligini 2 yildan 3 yilgacha garantiya beramiz. Quyoshda rangi o'chib ketmaydi. Chang bo'lsa yuvib ishlatsa ham bo'ladi. Bo'laveradi, suvdan qo'rqmaydigan. Ichlari ham turbalari parashka kraska bo'ladi. Zang chiqarib boshqa bo'lib ketmaydi. Bemalol yuvib. Ya'ni karkaslar ham kraskalangan. Kapchilab ishlatsa ham bo'ladi bemalol. Zo'r. Bularimiz-chi? Bularimiz seriya rang 8 tariklari shularda. Buni xoni 80 ga 180 bo'ladi, 90 ga 180 bo'ladi. Ikki xil razmerimiz bor bunda ham. Joylariga qarab xohlagan tanlashaveradi. Narxi o'zgarmaydi buni ham. Narxi o'zgarmaydi. Bunimiz narxi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm. Bitta ahamiyat berasizlar, mana bu joyi ham kattagina. To'qilishlari ham zich qilib, chiroylab to'qilgan. Chiroyli ekan. Oynasini aka sindirishib, netishib, siqasini chiqarish bordi mana. Oynasi kalyonli oyna bo'ladi. Kalyonli oynalar aka. Sinmaydigan. Odam chiqib yursa ham bemalol ko'taraveradi. Buni ham xohlagan rasvetkasini tanlab olishi mumkin. Ranglari o'zgarsa narxlarimiz o'zgarmaydi. Qaysidan desa tayyorlab beraveramiz. Juda go'zal. Ayniqsa eng trenddagisi mana bu svetdagisida. Молочный rangimiz. Juda go'zal qarang. Biz videoni o'zida ham tiniq chiqyapti. Hali traviting qilingan, gibga kamin qilingan uylarga o'ta bir o'zgacha turadi, chiroyli turadi. Bunimiz ham o'sha aytib o'tgandek xotirjam. 6 taligini 2 million 300, 8 taligini 3 million 300 ming so'mdan xarid qilishaveradi. Mana o'sha trenddagi Izabellani ko'raylik aka. Hamma Izabella deydi. Mana shu Izabella fasonimiz. Bitta o'tirib ko'rsating aka shunga. Qanchalik mana odamni ushib turadi. Mana yelkasidan ham daji bo'ynigacha borib turibdi. Bu 6 taligimizni necha pul qilib berdik? 6 taligimizni 5,5 million. 5,5 million. 5,5 million qilib beramiz. Buni dastlabkasini Vodiy Toshkent Samarqandga qilib beramiz. Samarqandgadir shu narxda ichda. 8 taligimiz necha pul bo'lyapti? 8 taligimiz 7,5 million so'm. 8 taligimiz 7,5 million. 7,5 million. Uni ham dastlabkasi Samarqandgadir ichida bo'ladi. Zo'r. Mana ishdan charchab kelganda ham bunaqangi o'tirib xotirjam telefon o'ynab o'tirsa bo'ladigan variant ekan. Yana bitta narsasiga ko'zim tushib qoldi. Ahamiyat berasizlar, oyoqlari qo'sh oyoq bo'lar ekan, ya'ni eng zo'r. Oyoqlari qo'sh oyoq bo'ladi, vakovatdan bo'ladi. Lekin komplektida yostig'i, bolishchasi bo'ladi. Bunimiz 6 taligini necha pul qilib beramiz aka? Bunimiz 6 taligi 750 ming so'm. Bu 550 mingga 4 kishiligi. 450, 550 ming so'mga 4 kishiligi bo'lyapti. Bu joyimizdagi narx, ha? Dastavkasi bormi buni ham? Hop, 10 komplektdan ko'p bo'lsa dastavka qilib beramiz. Misol o'sha lakonkalar uchun, marojnoxonalar uchun 10 komplekt olsa dastavkasini qilib beramiz vodiy bo'ylab. Dastavkasini qilib beramiz. Qolgan joylarga kelishgan holda. Bunday qilsak-chi? Misol Tevarak atrof bir 50 kilometrdan deylik, yo 20 kilometrdan deylik, 50 kilometrdan uzoq bo'lib ketar ekan.
20 kilometrdan bir 5 kamplik bitta mahalladan chiqsa klientlar shu narx ichidan olib borib beraverasizmi? Olib borib beramiz. Masalan, Bag'doddan olib desa 5 kamplik tashlab kelish bo'lsa, Ha, biz ichida qilib beramiz. O'sha yerdan bo'lsa, o'zimiz shu ayollardan bo'lsa, ichida qilib beramiz 5 ta 6 ta ham. misol mana hurmatli kuzatuvchilar, bitta mahalla bilan kelishib 5 kamplik qo'ni-qo'shnilarni maslahatlashib olsalaring, bitta burganda sizlarga dastavkasiga mana kachelalarimiz bor ekan. O'zi 180 kilo, duxi bilan 300 kilo do'stimiz mana jonini qiynayapti. Meni ko'taradimi degan akalarga shubha qolmasligi aniq buni ko'tarsa. Ota-onani qo'shib ko'taradi. Mana o'sha. Nima? Nech pul bo'lyapti aka bularimiz? Xo'p, kacharalarimiz 2 kishilik 250 kilogacha yuk ko'taradi. Narxi 1.800.000 so'm. Ishlarini, qovurg'alari mana shunaqangi holatda bo'lar ekan. Ko'rishingiz Komplektda yostiqchasi, boliqcha hamma narsasi bo'ladi. Hozir qo'yib qo'ya olmadik. Xudo xohlasa keyingi videolarda qo'yib ketamiz ularni. Xudo xohlasa. O'sha mana holatda komplekt bo'ladi-da. Ha, anaqa boliqcha, yostiqcha hamma narsasi bo'ladi. Ha, juda go'zal. Bo'lmasam nima deymiz, hurmatli kuzatuvchilar? Qisqa va lo'nda qilib 6 minut ichida sizlarga hamma ma'lumotni berib bo'ldik. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani komitetidan o'zlarini ishlab chiqarish xonadonidan bo'lyapti. Hech qanaqangi olib sotar emas. O'zimizda dehqon ustakalarimiz, semirib ham ketib, o'ziga siqqan falon pulni so'rab turgan yo'q sizlardan. Ma'qul kelsa telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilgizib berish imkoniyatlari bor. Aytilayotgan narxlar vodiy bo'ylab Samarqandgacha aytib berdik-a. Telefon qilib bosib oladigan joy akalar. Sog' bo'lasizlar.